odamni qizi balog'atga yetgandan keyin har begona erkakni ko'rganda olayib qaraydigan bo'lsa, hammasini o'sha isnodi otasini yelkasiga tushaveradi. Shariat aytadi, buni darrov erga ber buni deydi, qutul deydi bundan deydi. O'g'il ham xuddi shunday deydi. Endi buni odatda odamlar to'yni kechiktirib yurishiga nima sabab bo'ladi deb o'sha aytadiki, odamlar shu hammani to'yg'izadigan oshga pul topmaguncha yuraveradi, qizini gunohkor qilib deydi. Hammani rozi qiladi-yu, qizini roziligini bir olmaydi deydi. Bu qizga bularda hammasini kelib osh yeyishini nima keragi bor-u? O'g'ilga bularda hammasini qorinni to'yg'izishni nima tashvishi bor deydi. Bunga tezda xotinni olsa ketsa bu deydi, qutulsa deydi. Haqiqatda ham shu. Zulfiqor Ahmad Naqshbandining gapi bor. To'y qimmat bo'lgan joyda zino arzon bo'ladi deydi. To'y qimmat bo'lsa, zino arzon bo'ladi deydi. Oho, bu to'yda pulga nechta zino qilib beradi-yu deydi. O'shancha qayerda to'yda biz tezda xatar xarajatini kamroq qilib turib arzon qilib qo'ysak, odamlar keyin begona xotinga qaramaydigan bo'lib qoladi o'zi deydi. Buni aqli rasvo bo'lib, beobro' bo'lib, kasal bo'lib, obro'dan to'kilgandan ajragandan deydi, xotinni olib halol bola chaqa qilib yashayveraman-da deydi. Buni puliga. Xullas deydi, to'ydagi shu ortiqcha sarf xarajatlar shunaqangi ishlarga sabab bo'lganligi uchun gunoh bo'ladi deydi.